Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. O'zay yaqindagi Oppozimiz aka-ukalar. Xudo xolasa noyabrda ham bugun nechinchisi aka? Bugun 5-noyabr, 4-noyabrmi, 5mi? 5-noyabr. Shom paytga 20 ming qoldi, xudo xolasa. Noyabr kuni ekan, xudo xolasa chorshanbami bugun yo ertaga? Chorshanba, to'g'ri gapiryapsiz. Chor atrofdan keldi-ku bugun aka. Ertaga kunga akalar xudo xolasa mashinalarda har xilidan asartni yana hali Spark so'rayotgan, ko'pchilik Spark so'rayotgan ekan, Spark bu safar. Mo'qaring aka, 13 ta Spark bor akalar, 13 ta. Juda arzon qilamiz aka. Inshaalloh. So'rayotgan aka-ukalarga 15-yil bo'lsa ham olib kelib qo'ydik Matizlardan, jentralarni ham har xildan, rangini ham, cho'qqisi ham, mana nima deydi, mo'qri asfali ham, qorasidan ham, oqidan ham, qanaqasidan desa hammasidan olib kelib qo'yganmiz. Ertaga kunga endi lokatsiyalarda, telefon raqamlarida aytadigan bo'lsak 90 525 45 45 93 160 99 99 90 648 0001 91 193 0001 99 273 0001 raqamlariga murojaat qilinaveradi akalar. 3D xizmatlarimiz ham bor aka. Lokatsiya bo'yicha undan tashqari yoziladigan bo'lsa O'zbekiston 109 deb lokatsiya yoziladigan bo'lsa aka to'g'ri mashaga kelinaverar aka. Undan tashqari 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 0607 mol qo'y oladigan bo'lsa rosa kamdan kelishib olyapmiz, olaveramiz akalar. Qani qaysi tomondan boshlaymiz? Mana shu birinchi mana shu jentradan boshlaylik akalar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan bu qoraymi deydi. Umuman kraskasi yo'q, qiramay yurgan haligi jentrani tozasini minaman degan akalarga qop-qora mana xudo xolisa ichida monitor, qiramay yurgan 23, chista 23. Puli ham xudo xolasa. Nima deydi? Lyuk bor edi. Bu nomer aksion ekan, nomer yo'g'iga o'ylanmanglar. Nomer aksion ekan, nomerini oldi, yangi nomer qadagani ketdi. Xudo xolasa nomerini beradi. Kunga bo'ladigan bo'lsa kecha 14800 ga qo'ydik, bugun kunga bo'ladigan bo'lsa 14500 dollarga qilib beradi. Xo'p, 14500 dollarga qilib berasiz aka, bu 1700 1600 dan chiqaveradi aka bosh to'lov. Bo'ldi aka. Akalar narx pulga 14,5 mingga qo'yapmiz. 23-yil qiramay yurgan. 14,5 ming dollarga qo'yib bo'ldi. 1600 1700 dan chiqaveradi. Mana shu Cobalt Midline'dan boshlaylik. 2025-yil ishlab chiqarilgan juda go'zal holatda. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Yumshoq balonlar, tonirovkani ruxsatnomalargacha bor. Bunimizni 13800 dollarga qo'yib kelyapti. Endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12800 dollarga sirazi. Hisob. Rahmat aka. Akalar Midline 25-30 ming yurgan 12800 ga akalar. Hech nimasi yo'q ama aka. Akalar bu ham 1700-1800 ga chiqaveradi. Xo'p. Bunisi 24 ikkalasi ham 24 kecha 12,5 ming dollardan qo'yilgan mashinalarimiz endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa ikkalasini ham 11800 dollardan qo'yib yuboraylik-ku. Yo'q, bunisi balandroq. 200 ga, bunisi. Ha. To'g'ri. Bunisini 11800 ga, bunisini 12200 ga ekan aka. Xo'p, aka 12200 ga degan mashina xudo xolasa mana shu mashina 24 ga 25 akalar, yangi mashina, kraskasi yo'q, umuman Cobalt. Akalar oylik to'lovini ham aytib o'tib ketaman mana. Uchovi. Mana birinchida turgan Midline 1700 ga chiqadi. Undan keyingisi monosi 2000 ga chiqadi. Mana oqana bitta bomba qilib beraman 12200 ga 1600 dollarga nomimizga nomer pasport hamma yo'q ichida chiqadi. 3 million 4 million где-то 4 million 700 mingdan chiqadi. Akalar mana hamma yo'qda aytib o'tay. Bunisi 2017-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka juda go'zal holatda. Akam 9000 ga qo'ygan ekansiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni ham bitta narxini bitta davor olamiz 8800 ga qo'yamiz. Hisob, rahmat, kam bo'lmay aka. Bunisi aka cho'qqi svetda 2020-yilda ishlab chiqarilgan, o'zi diskalari 4digini qo'yib qo'yilgan, asli o'zi 3-paytda avtomat emas, mexanika jiqa svetda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, nech pulga qilib beramiz aka? 2200 dollarga chiqyapti, endi narxini tushirib o'rganimiz hisobiga o'zi 10700 ga to'g'ri kelyapti. Bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa, endi kecha qo'yganimiz-ku. Bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa, endi 9400 dollarga qo'yib beryapti. Hisob 1700 bilan chiqadi. 1700 dollar. Nomimizga nomer pasport, oylik to'lovi 4 millionni pastda chiqadi. 3 million qanchadan ham chiqadi, bilasizlar yo'qmi? 4 million atrofida. 4 millionga bormaydi. 3 million 700 mingdan chiqadi. 3 million 600 mingdan. Juda ham arzon chiqadi. Xudo xolos. Bosh to'lovi ham. Akalar, qiziqinglar, hammasi narx pulga qo'yilyapti, lekin ana bankini ham aytib o'tib ketinglar deganlar aytib o'tib ketyapmiz. 7300 dollardan kam yo'q deb qo'ygan mashinamiz endi 7000 dollarlik generalist bilan bank transportini ishda qilib beradi. Endi bunday qilamiz. Bu 2015-yilda ishlab chiqarilgan montordami? 15 ha? 15 bo'lsa bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bitta to'lamon qilaylik, hech nimasi 6,5 mingga qo'yib beramiz. Hech nimasi 6,5 mingga bir kunga. O'zimiz undan balatiga olganmiz. Faqat bir kunga.
Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda, umuman kraskasi yo'q, go'zal 4-paysi avtomat korobka. Aka, ertaga kunga necha pul qilib berasiz buni aka? Bunisini 11800 ga qilib beraman. Xo'p, 11600 ga qilib berasiz aka bir kunga. Generalisi ichida. Xo'p, u degani 1700-1800 chiqaveradi. Gap yo'q, kam bo'lmang. Akalar mana e'tibor beringlar nomerlarga. Narxlarni mana sindirib yuboryapmiz. Bunisi 2015-yil ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka, mashina tomonda petnosi bor. Qora avtomat, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, aka necha pulga qilib berasiz? 6800 ga qo'yib berdim. Ha. Endi 6,5 ming dollarga hisob chiqardim. 6300 ga hamdi? Bugun kunga. Ha. 6300 ga. Xo'p. Bu mashinamiz 2021-yil ishlab chiqarilgan. Biz o'zimizning mashina 3 yil krediti bor. Uni ham 3 yildan ham to'lab qo'ydik. 300 dollarga qo'yatdik buni. Endi Ha. ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa sal yangiroq qo'yib 3000 dollarga qilib beramiz. Hisob. 3000 dollar berasiz, bu yog'i 3 milliondan aka. Ha. Bunisi 2017-yil ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda mashinamiz, vobshe tina desa ham bo'laveradi. Tashkent motor. 800 dollarga qo'ydik. Endi bugun kunga 6,5 ming dollarga. 6000 dollarga qo'yib beramiz. Ketordimi aka? 6000 dollarga. Hisob. Hop. 6000 dollarga. Bunisi 2013-yil ishlab chiqarilgan Sparkimiz, juda go'zal holatda. 53 ga qo'yib berdim. Ha. Bugun kunga 5000 ga qo'yib berdim. 5000 ga general ichida, ketordimi aka? Hisob. Ishtimasi yo'q, 5000 ga qo'yib beryapmiz, ishtimasi yo'q. Hop. Generalni qo'shib qo'ymaysizmi shunga? Qo'shaymi? Qo'shing. Qo'shdik. 5000 ga generalni ichida. Bir kunga. Bunisi 2019 ga 20 qora pashti petnosi bor xolos. Akam 7000 dollarga qo'yib beruvdi. 7300 ga qo'ysiz. Bugun kunga bo'ladigan bo'lsa, endi bo'ladigan ishtimasiz 6800 ga. Nimalari bor ekan? Hamma tonirovkalarga ruxsati bor a? 19-yili ham o'ta go'zal. Necha pulga dedingiz? Endi 6800 ga Hisob. ishtimasi yo'q. Xo'p. Bunisi 2014-yil ishlab chiqarilgan kraskasi petnosi bor xolos. Tashkent motor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, 800 ga qo'yuvdi, endi bugun kunga bo'ladigan bo'lsa 5,5 ming ga qo'yib beryapti. yana 100 so'm ham o'tib bering. Generalisini. Xo'p, kam bo'lmang aka. Bunisi 2013-yil ishlab chiqarilgan, haligi 3-paysi shaqlari bor. 13 ekan. Yosh katta Ha, odam. ha, 13. Ha. Odam mingan ekan. Bugun barter qilib olib qoldik. Mashina o'ta go'zal holatda ekan. O'zi kraskasi ozroq deb bir 10% degandik, Biz 15-20% deb oldik. qilib aytamiz buni. Ha. Kunga bo'ladigan bo'lsa. Petnoy bor, Endi- ikkita petno xolos, ikkita petno, bitta detal. Ha, 15% ekan. Ikkita petno. Ha. Ikkita petno. Hop. 20 guruh. Ha, 20. Akalar chiqmaydi ekan, Bo'l. unaqa 10% ham chiqmaydi Hop. ekan, 20% ga deyapmiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, buning 5800 emas, ertaga kunga 5500 dollarga general. Hop, 100 so'm ham o'tib berasizmi aka? 5500 ga generalisi ichida. Hop, 5400 ga generalni ichida. Hisob. Ya, kam bo'lmang aka. Bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi pashti yo'q, toza, lekin bu karis motor aytib deb o'tamiz. Kecha 5300 dollarga Ha. qo'yib beruvdik. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, endi buning bo'ladiganini 5000 dollarga qo'yib beramiz. Nima deysiz? 5000 dollarga generalisi ham bank transportiyal ichida. Hisob. Kam bo'lmang aka, kam bo'lmang. Bu mashinalarimiz mana sotilgan. Qora Malibu to'raganlarga mana bittasi, o tashqarida bittasi turibdi akalar. Qorasidan narxini endi Ha. chiqadi. Mana Matiz deganlarga aka 2015-yili yangirog'ini so'rayotgan. Mana Matizchi ishonasizmi, bugun telefon qilib pulini tashlab beradi. Hozir sovuq tushdi-da, Matiz olaman degan yili yangi so'rayotgan rosa ko'p edi. Kommentariyada ham yozilgan ekan. Akalar 2015-yil ishlab chiqarilgan Matizimiz juda go'zal holatda, qaranglar, ichlari ham hamma yo'g'i zo'r. Hozir To'lqin akamman buni narxini bitta bang'illatamiz aka. Ha, buni 4300 ga qo'yayotgan Matizlarimizdan ertaga kunga 4000 qilib berasizmi? 4000 ga qilib beraman. 3800 ga nima dedingiz? 3600 ga nima deysiz? 3300 ga nima dedingiz aka? 3000 doziga nima deysiz? Voy, bili yomon ekansiz. 2015-yilda ishlab chiqargan. Rostdan? Mana qalbingiz rangida. Rostdan 1000 dollar bilan chiqaveramiz. Xudo xolasa 1000 dollarga yugurib oldingizga qaqa Ha? boryapti ekan. Mingga ham olmaydi deyapti. Bo'lmaydi, 1000 dollarda guruh hisoblaylik. Bo'pti aka, bunday qilamiz. Bitta ishda endi. Akam bo'lasiz. Ras bitta Matiz bor ekan xolos. Barterga olib qolsiz. Bildim, 3,5 ga olib qolsiz. Lekin ertaga bang'illataman desiz 2800 ga hech nimasi qilib berasiz. Hisob. 2800 gami? Ha, hisob. 2800 ga onasi bilan keladigan bo'lsa 100 dollar chiqarib beradi. Generalisi yo'q, ha? Ishtimasi yo'q. Bo'ldi, u foyda ziyoni qiziq yo'q. Ishtimasi yo'q. Xo'p. Onam bilan keladigan bo'lsa 100 dollar bonusga chiqarib beradi. Akalar, mo Spark oladigan akalar, mo Sparkimiz rosa ko'p, lekin bitta hozir Ikrom akam olib kelyapti. Avtomat korobka 22-40 ming yurgan avtomat korobka Sparkimiz bor. Akalar, like pasgan. Ha, 40 ming yurgan avtomat 4300 lik Matizimiz 2800 ga tushib Xo'p. ketdi. 4300 lik bu Matizimiz. bu Tezlashamiz. bu trekerimiz top toza, go'zal holatda 2021 mi deydi? 20-yilda ishlab chiqarilgan akam bilan birga. 14,5 mingga qo'ygan mashinamiz endi bitta sirada o'roraylikmi? Ha. Ertaga necha pulga chiqishini peshanasida
ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bitta Cobalt puliga 13,5 ming dollar. Xo'p, 13,5 ga generalisi ham bank sotyapmiz sizdan aka. Ertaga kunga. Onajonisiga ham 100 so'm beramiz. 1200 dollar, 1300 dollar narxidan qaytib ketishi mashina. Kam bo'lmay akajon. Ko'ringlar aka. Bunisi 364 2019 ishlagan avtomat korobka ekan aka. Top toza. Kraskasi yo'q, gaz, suv svetlari bor, avtomat korobka. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu kecha 9300 ga qo'ydik, bugungi kunga 8800 ga beramiz. Malades. 100 so'm onasiga berasiz-da? Beraman. Hisob, ketdik. Bugungi kunga bo'ladi. Bunisi 2020 mana uni bo'lib bunga o'tamiz. 2022-yil ishlab chiqarilgan top toza yurgani 40 ming yurgan avtomat 22 ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11200 ga qo'ydik, endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10800 ga beraman. 10600 ga berasiz aka. 10500 ga. Hisob 10500. 1600 1700 man chiqaveradi. Chiqaradi, bemalol nom. Akalar naq pulga lekin haligi 1600 1700 deb aytib o'tib ketyapman, hali pul ozlar kelib oladigan bo'lsa. Ha, kimga bank qiladigan bo'lsa, akalar shu narxga hisob-kitob qilib, narxlarni ham tushirib tayyor qo'yib. Bo'laveradi. Bunisi 2009-yil ishlab chiqarilgan Lacetti'miz juda go'zal holatda, xudo xolasa kraskasi yo'q desa ham bo'laveradi. Petnolari bor, juda go'zal. Hamma yo'g'i ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, aka 5800 ga qo'yayotgan Lacetti'miz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, hech demasiz bittada qo'yib beramiz-ku. 5300 dollarga. Malades. Hech demas yo 5300 ga. Akalar, mo 800 500 dollar narxi tushib ketdi. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan mexanik ikkinchi paysda juda go'zal holatda, o uchta diskalari ham qo'yilgan ekan. 25 ming yurgan. Ertaga kunga nech pul qilib berasiz aka? Bunisini 11200 dollarga qo'yuvdi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10700 ga qilib beraman. 10 ming dollarga qilib bering aka. Bittada sindirib yuboring mashinaga. Ha. Bittada. Ha. Akalar 2023-yil kraskasi yo'q, 25 ming yurgan, bozorda ham yo'q bo'lsa kerak, bunda kam yurgan akalar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10 ming dollarga onaxon bilan keladigan bo'lsa 100 dollar alohida onaxonga bonus bilan. 1,5 ga chiqadi. 1,5 ga chiqaradigan bo'lib ketdi. Kam bo'lmaydi aka. O'zi 1800 dollardan kamiga chiqmayardi, endi 1,5 ga ham chiqaradi. Akalar, mana opa hali keyindan telefon qildinglar mana Michael Jackson Bashar 2012 ni so'rab. Mana videomizni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, bu aka oluvdi, lekin xotini Chorniyda ekan. Mana to'g'rimi? Shunaqa bo'ldimi? Chorniyda chiqib qolib, mashinani qaytarib oldik. Bank va pul bermaydigan, ularda turgandan ko'ra sizlar kelinglar, mana kutyapmiz. Ashi narx aka sotilgan narx 5,5 mingga qo'yib beramiz. 2012 kunga narxi o'zgarmabdi akalar. O'zi 6300 ga qo'yilgan mashinamiz yana narxi o'zgargan, bir xil holatda qolib ketdi. 5500 dollarga ertaga kunga qaytib savdoga qo'yildi akalar. Kimga bo'ladigan bo'lsa, like qattiqani bosib, to'xtatmasdan aytmanda keladi. 5,5 mingga 5500 dollarga. Kam bo'lmay. Bunisi 2018-yil ishlab mashinani qanaqaligini bitta ko'rib qo'ysiz. Mashina navorot akalar. Endi qorong'ilik qilib oldi-yu, lekin ichlari ham juda go'zal. Aka, bu mashina haligi oq narsa, yolg'on gap kerak emas. Buni sotiluvdi. Chorniyda chiqib qoldi aka. Rasa har dori ko'paydi. Libo odam ko'rgan odam 22 ga o'xshab turibdi mashina. Bo'ldi, kam bo'lmay. Bu 5,5 mingga beramiz. Tomdan o polgacha shuncha. Bo'ldi, 5,5 ming aka. Ha, 5,5 ming. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan 3-paysa Cobalt'imiz, diska, navorot, pavorot hamma yo'g'i bor. Juda go'zal holatda 200 ming yurgan u 50 ming yurganga javob. Monitor o'zimizni dehqonchilik mashinamiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, aka bu mashinamizni 10 ming dollarga qo'ydi, kecha 9500 dollar tushirib yuborganmiz. Bugungi kunga bo'ladigan 8400 tushirib yuboryapmizmi? 9400 ga deng. Mana Mana shu joylarga baraka deydigan. Eshiting bo'pti. 9400 emas, 9,5 ga bank transporti ham onajonisiga ham 100 so'm beramiz. Hisob. Ketdi, hisob. Xo'p, bunisi 284 2018-yil ishlab chiqarilgan ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinami qo'ydi, endi 8600 ga qo'ydik, 8500 ga qo'yib beramiz shuni. 8300 ga qo'yib beramiz aka. Hisob. Ketdi. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan go'zal ikkita petnosi bor, avtomat 3-paysa akalar. Juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni 11300 dollarga deb kecha qo'ydik. Bugungi kunga 11000 dollar to'lab qo'ysa bo'laveradi. 10 ming ham deng, jon aka, 10 ming. 10 ming ham deng. Hisob. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10 ming dollar, onaxonga ham 100 dollar, general 9800 qilib bering bo'lmasa aka. Va hech demasiz-a, 9800. Tushib beraveraymi o'zi tushib beradigan bo'lsa yana. Ja tushkisi kelganga o'xshasa. Uni qo'ladigan bo'lsa generalisi ham bank transporti ham ichida qilib beradi. Bo'pti, bunday qilamiz aka. 9,5 ming dollarga onajonisiga 100 dollar beramiz. Boshqa hech nimasi yo'q. Ketdimi? Akalar ketdi. 9,5 mingga 100 dollar. Onangiz mamida, onasi bolalar ham kelaversin, dadasi bolalar ham kelaversin, beraveramiz. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan. Xuddi shunaqa ikkovi ham bir xil. Buni kapot krilosi kraskasi va uni petnosi bor ikki joyda. Ikkovi ham 9400 dan.
Ketordimi? Yo'q, yo'q, yo'q. 9,5dan ketordi. 100 dan beramiz. Hisob. Ketdi. Bunisi 2018-yilda ishlab chiqarilgan bu haligi cho'qqo ya bu. He, mana endi Cho'qqoga keldik endi. Skalatrang 3-paytda juda go'zal holatda. Avtomat korobka akalar, gaz, suv svetlari. Akalar bitta Kriloda kraskasi chiqib qoldi. Mana shu Krilosi bilan orqa sapojogida petnosi bor ekan. Bu mashinamiz Bu sotilgan mashina edi o'zi asli. Ha. 9500 dollarga baraka bo'lgan mashina. Endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9400 dollarga qilib beramiz. 9300 ga qilib beramiz. O'zi kelib, men qarang, buni egasi jichi o'tib berdi. Aka bu mashinani 9000 dollarga beramiz. Olgan odam kelsa ham 9000 dollarga beramiz. Hisob. 9000 dollarga kelib olib ketavering xohlasiz. Akalar 18-yil mashina unaqasi Ha. arzimagan pulga ham chiqaradigan holat bo'ldi. Kiramagenga chiqib telefon qilchi nima kelyapti bunga. Kraskasi yo'q. Jikasidan kechaman. Ha, bunisi Jika 2019 juda go'zal holatda 126 ming yurgan. Bunisini 10500 dollarga qo'ydi. Bugun kunga bo'ladigan bo'lsa buni ham mashlarni qatorda qo'yib beraymi tozasini ham. Nechi pulga? 9,5. Yo, bala, jicha tushib bering. 9300 ga qilib beraymi? 9000 ga qilib berasiz, bo'ldi hisob. Hechtimasiz. Onajoningizga 100 so'm berib olasiz. 9000 dollarga toza 126 ming yurgan ikkinchi paytda. Bunisi 23-yilda ishlab chiqarilgan. 22 yangi 70 ming yurgan top toza qorayma yo'lda 3-paytdasi akalar 1700-1800 ga chiqaradi. Общий summasi ham arzon bo'ldi. 14 ming demaymiz, tushib beramiz bugun. Bugun kunga Ha. bo'lmasa bittada 13,5 ming dollarga qilib beraymi? Hisob. Kam bo'ldi. Bunisini ham 13,5 qilib bering, 23 toza 40 ming yurganini ham. Ha, toza. Ikkovi ham 13,5 mingdan akalar. 23 bu. Ha. Bu 22, bu 23. 13,5 mingdan. Bunisini ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa akalar 14800 dollardan 14500 ga tushdi, endi 13,5 ming dollarga tushdi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa like bosishdan to'xtatmaydigan. Kam bo'lmaydi. Bitta 12simiz bor. Akalar 6-paysi Premieri qora diskasi emas, qolgan hamma yo'g'i bor. Avtomat, luk, hamma yo'g'i bor. Yurgani ham ozgina. Juda go'zal holatda aka. Bunimiz akalar bank holatda bo'ladigan bo'lsa 2500-2600 atrofida chiqaradi. 2400 shunaqa atrofida, to'g'rimi-ku? Ha. Общий summasini 14800 ga qo'ydi, endi 14500 ga beryapti. Bo'ladi 14000. Hisob 14400 ga qilib beramiz. Ikkita 14400 dollar. Hisob kam bo'lmaydi. Aka men qo'tib olamiz. Uni akam ham mana shunaqa paytda torillatib turadi, shom paytida. Ertaga kunga akalar 95 lik 449. Hop, bir pas o'chirib tursin. Nechida haligini 90 liga? Yo'q, qildik, birinchi qildik. Ha, 90 lik 525 45 93 lik 160 99 99 90 lik 648 0001 93 lik 193 0001 90 93ligimiz yo'q-ku. 91lik. 91 lik Toshkentga tushib bo'lmasin yana. 0001 99 lik 273 0001 raqamlariga murojaat qilinadi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'ylar bo'ladigan bo'lsa bemalol barter 3D xizmatlarimiz bor akalar. Hali Lakasta deydigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa undan tashqari O'zbekiston 109 qilib yoziladigan bo'lsa bemalol toshni tushirasizlar akalar. Xudo xolasa aka. Inshaalloh kommentariy yozganlar qo'li dard ko'rmasin, yana yozishni davom etaveringlar. Aka inshaalloh aka ertaga mashina o'zimiz aka hamma mashinani generallisi ichida akalar. Bitta mashinani ham generallisi emas, bekarga unisi. Baraka qilib oldingizmi generallik qilib beramiz, to'g'rimi aka? Inshaalloh ertaga ko'rishguncha hammani kutib qolamiz. Bozorga shunaqa arzon qilib yubordik mana. Rahmat, kam